boya aytganimizdek, aybni bo'yniga olish ham mardlik. Aybni bo'yniga olish ham mardlik. Shu ish qilgan bo'lsa, qildim deyish ham mardlik. Lev Tolstoyni Iqrornoma degan kitobi bor. O'shanda Tolstoy o'zini hamma qilgan gunohini bo'yniga olgan. Nima ish qilgan bo'lsa, esida borini. Men shu ishlarni qilganman degan iqrornomasi bor o'zini. Shunda Tolstoy aytadiki, aybni bo'yniga olish ham haqiqiy mujik, ya'ni mujik erkakning vazifasi deydi. Erkakning irodasi deydi. Bizning endi islomda aybni bo'yniga olish ham mardlik. Ayb qilib qo'ydim men shu yerda, shu ukamni dilini ortib qo'ydim. Akamni dilini ortib qo'ydim. Opamni dilini ortib qo'ydim. Sinimni xafa qilib qo'ydim. Bir jigar bo'lsa, otam endi tirilib kelib bitta farzand tug'dirib bermaydi. Onam tirilib kelib bitta bola tug'ib bermaydi. Topilmas bular, noyob, nodir. Otamdan qo'ygan meros, onamdan qo'ygan meros. Mayli, ukam kechirim so'ramayaptimi akamni? Katta bo'lsa ham boshimni kichkina qilib borib kechirim so'rayman. Yo men opaman, sinimdan kechirim so'rayman deb turib bo'yniga olib turib borganda Alloh hamma gunohini kechirar ekan. Men ko'p gapirganman buni, TikToklarda ham gapirganman, boshqa ma'ruzalarimda ham. Yana takrorlab qo'ysam zarari yo'q. Imom Hasan bilan Imom Husayn o'rtasida mojaro bo'lib qoladi, aka-uka. O'zim otalari bitta Hazrat Ali, onalari Fatima onamiz. Ota bitta, ona bitta. Shunda oradan bir 3 kun o'tgandan keyin aka Imom Hasan o'tirib o'ylab deydilar. Men akaman. Ukam Husaynni sog'indim. Hozir boraman deb ukam eshigini taqillataman, o'zi chiqadi, kechirim so'rayman deb uyga boradilar. Eshigini taqillatsalar, ukalar uyda ekan, Imom Husayn. Eshigini shunda ochsalar, qarasalar aka turibdilar, jigar. Hajolat bo'lib qoladilar. Assalomu alaykum aka. Keling. Ukam Husayn va alaykum assalom. Allohning rahmati, barakoti bo'lsin senga. Men akayman, jigariyman. Otamiz Hazrati Ali, onamiz Fatima onamiz. Bobomiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ukajonim meni Alloh uchun kechirgan dedilar. Shunda ukalar yig'laveradi, o'kirib. Ukalar shunda quchoqlab, "Ya ahi, mabruk, mabruk" dedilar. Akajon, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ne muborak bo'lsin deyapsan, desalar. Sami'tun Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bobomiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Kim birinchi kechirim so'rasa, gunohlari kechiriladi. Shu savobni sizga ilintirdim. Shoyatki hozir akam kesiladi, mendan kechirim so'rasalar, akam gunohlari kechirilib ketadi. Savobni sizga ilintirdim. Bugun oxir kuni. Chidamay o'tirdim. Kelmasangiz o'zim bormoqchi edim. O'shaning uchun muborak bo'lsin deyotganim, gunohlaringiz kechirilgani muborak bo'lsin deb tabriklayman deb aka-uka yig'lab yarashib olishgan ekan. Shuning uchun yana takrorlayman, birinchi bo'lib kechirim so'ragan odam gunoh kechirilar ekan. Alloh Qur'onda nima dedi? Astag'firullah, aslihu innalloha yuhibbul muslihin. Sadaqallohu azim. Tuzatinglar, Alloh tuzatuvchilarni yaxshi ko'radi.